Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bo'g'oz sug'liq ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun 4 dona naqd bo'g'oz, yaqin bo'g'oz qo'ylarimiz yetib kelgan. Inshaalloh sizlar uchun qo'ylarimizni chiroyli obzorini qilib beramiz. Sizlardan faqatgina bittadan like va bizni podдержка qilish uchun bittadan obuna tugmasini bosib qo'ysalaring va bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi akalar. Biz xudo xolasa sizlar uchun bundan ham chiroyli yaxshi qo'ylarni, chiroyli sifatli zotdor qo'ylarni xudo xolasa chiqarishda davom etamiz va biz videolarimizni boshlaymiz akalar. Bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizni qishlog'imizdamiz. Xudo xolasa Tepaqo'rg'on qishlog'imizda arzon qo'ylarni, zotdor qo'ylarni chiqarishda davom etyapmiz. Xudo xolasa bugun o'zimizning uyimizda o'zimizning qo'ylarimizni obzorini qilyapmiz. Kanalimizga, shu kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu kanalda faqat sizlar uchun manfaatli kanal bo'ladi. Faqat yaxshi qo'ylarni, sifatli, chiroyli qo'ylarni obzorini qilib beramiz akalar. Orqa fonga e'tibor bermaysizlar. E'tiborimizni faqat mana shu chiroyli 4 dona yaqin bo'g'oz qo'ylarimizga qaratamiz akalar. Qo'ylarimiz yetib kelganiga akalar, bugun ikkinchi kun, sog'ligida, yeb ichishlarida muammolar yo'q, hamma yo'g'ini sinalgan. Yuzlarga bir ahamiyat bersalaring, yuzlar ham o'ta ham chiroyli, ham sifatli akalar. Qo'ylarimizni quloq boshlari butun, bir qari junda ichida emas akalar, dumbalari tikka dumba. Eng zo'r tomoni akalar, bular o'ta ham yaqin bo'g'oz xudo xolasa. Bir dona mana shu kichikroq bo'g'oz ekan, mana shu lekin sifati eng zo'ri ham shu akalar. Uning uchtasi o'ta ham yaqin bo'g'oz. Buni yaqinda tug'ib qo'ysa kerak mana. Yillarni ko'ryapsizlar. Mana akalar, yillari o'zi bilinib qo'ygan. Mana shu ozgina kechroq akalar. Yoshlar ham o'ta ham yosh. Ichida bitta 4 tish bor akalar, mana shunisi. Qolganlari 2 tish qo'zi. Birinchi qorin, ikkinchi qorin akalar qo'ylarimiz. Uchtasi birinchi qorin, bittasi ikkinchi qorin akalar, lekin hammasini sifatlariga bir baho beringlar. Bo'ylari ham 75 plus 80 ga yaqin akalar. Xudo xolasa shu 80 atrofiga osalaring bo'laveradi. Mana. Bular bunisining ozgina qulog'i ham bor ekan, jichcha. Nega qo'ylarda yuzlari hamma yo'g'i chiroyli, tiniq, xudo xolasa. Rangi yaxshi, rangi toza, sifatli, noyob qo'ylarimiz akalar. Xudo xolasa mana. Qo'ylarda hamma yo'g'i cho'tga xudo xolasa. Oyoqlari baquvvat, mana ko'rib turibsizlar. Hamma tomonni chiroyli, dumbalari ham tikka. Akalar, qo'ylarni rosa maqtaganim bilan baribir hammaga qiziq narsa bu, narxi baribir. Narxi arzon akalar. Xudo xolasa bu qo'ylar tug'ib bersa, bilasizlar 6,5 millionga berishmaydi. 6 million ustida baribir. Xudo xolasa narxi akalar arzon 4 million 700 ming so'mdan ozginadan xayri ham bor. 4 olganga, lekin tanlab olishga bo'lsa pulslari bor. Lekin qo'ylarni 4 muttoga odam yutadi, chunki qo'ylar hammasi bir xil sifatli, ham bir yurgan akalar, bitta qo'shqordan qo'shgan, hammasi birga yurgan. Quloqlari o'ta ham uzun mana. Qaranglar yuzini, tiniqligini. 4,700 ming so'mdan O'zbekiston bilan dastavkasi ichida Toshkentgacha vodiy bilan besplatniy, undan u yog'iga kelishilgan holda, vohillarga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Tez telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Xayri bor akalar, ko'p emas u, ozgina xayri bor. Nima edi, savdo sunnatiga ozgina xayr qilib beramiz xudo xolasa. Shu bilan bizning videolarimiz nihoyasiga yetdi. Sog' va salomat bo'lasizlar degan umidamiz. Bizni kuzatishda davom eting akalar. Tez telefon qilib aloqa chiqarasizlar.